Aka, to'g'risini ayting, $51,000 pulingiz bo'lganda, men bu mashinadan kimga hadya qilgan bo'lardingiz? Avatar 07 elektr versiyasi to'liq zaryadda 670 km yuraveradi. Toshkentda sanoqlilar qatorida bo'lib yurishni xohlasangiz, mana shu mashinani sizga tavsiya qilaman aka. Mashina o'zi ham shunaqangi neobычный dizayn ishlangan va tashqi ko'rinishlarini qaranglar. Meni oldi boryapti. Toshkentda $54-55 atrof sotilayotgan ekan. Akamiz 53 mingga sotib berdi dedilar. Aka dedim, to'xtang dedim. Shunda qo'lim ko'ngillarga tiqtimda 51 mingga agar narx bersangiz dedim, profilga qo'yib beraman dedim. 51 mingga rozi bo'ldilar. Yanachi kelsanglar egalar bilan 100 ming qilib qo'yamiz, narxlarni kelishib olasizlar akalar. Mashinamiz ko'rib turganinglardek Mokriga Purple salon akalar. Salonni ichki ranglarini ko'rishinglar mumkin. Dizaynlarni yorib olishni qilib yuborgan ekan akalar. Havas qilganlar hammasiga nasib qilsin. Doполнительный monitor, tom hamma narsa bor akalar. Xo'p, salonning ikkinchi qismi xudo xolis jiyanlar bilan bemalol bog'chaga borib ko'rsanglar bo'ladi akalar. Balonlar ko'rib turganinglardek akalar bu dobopcha hisoblanadi, lekin sizlarga shu narx ichiga kirib ketgan. Bu mashinani zavoddan zakaz qilganlar akamiz 3 oy kutganlar, lekin siz eng qiziq shu shtur bilan kelasiz, transportni olib ketasiz. Mashinaning orqa dizaynlarini qaranglar. Qaysi mashinaga o'xshatyapsizlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar akalar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, egalar bilan 100 ming qilib qo'yamiz, ya'ni narxlarni o'zlari bilan kelishib olaverasizlar akalar. Shunaqa chiroyli narxlarni, chiroyli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, yaqinliklarga borib va podpisatsiya bosib qo'yinglar. Agar sizlarga ham shunaqa buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon Motors yaxshi kunlarda xizmatda. Sog' bo'ling.